Ma'muriy planirovkasini qaranglar. Kirishimizda shunaqa katta hol qismi bor ekan. Ochig'ini aytaman, jalka deb o'ylayman. Shunday uy quribdilar, hozir sotishga majbur bo'lgan ekanlar. Katta hol qismi kirishimizda planirovkani tushuntirib ketaman. Uy ichidan boshlagan videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, ko'chlarini ham ko'rsataman, hovlilarini. Bu yoqda katta zal qismi. Xo'p, bu yoqda ota-onalar uchun отдельный zona qilgan ekanlar. Takoy o'tiradigan joy, kitob o'qib, gaplashib, choy ichib o'tiradigan joy qilgan ekanlar. Bu yoqda mana yana отдельный kirish eshigi, sanuzol отдельный qilingan и spalniy qismi. Общий xonalar soni 8 ta bo'lyapti. 702 sotuv maydonga hovlimiz Yunusobod, Hasanboyda joylashgan. Hasanboy arkadan taxminan 500 metr kirganda srochniy narxda 380 ming chiqarilyapti. 702 sotuv. To'g'ri eshitdinglar. Shunaqa katta hovlini shunaqa arzon narxda beryaptilar. Bu yoqda bitta общий sanuzol qoldirilgan. Bu yoqda bo'lsa mana shunaqa o'tiradigan, choy ichadigan joy qilingan. Oshxonasini bitta ko'ringlar. Katta bahaybat oshxona ekan, o'stirifli qilingan. Bu yerda menimcha hamma kerakli texnikalari qo'yilgan. Bu yoqdan mana отдельный kirib chiqsangiz bo'ladi hovliga. Naveslari ham katta tashalgan. Hozir albatta sizlar bilan ko'chalarni ham ko'rib ketamiz. Birinchi etajni ko'rib bo'ldik, ketdi endi ikkinchi etajni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana ikkinchi etaj chiqarish. Chiqishimizda katta hol qismi bor. Общий xonalar soni tepada 4 ta bo'lyapti. Hozir ko'rib chiqamiz bir-bir. Eng katta spalniy mana shu xona bo'ladi. Qaranglar, kattaligini. Bitta zaldek xona, bu yoqda отдельный sanuzol va garderob xonalari bor. Ikkita katta oynalar hovliga qaragan. Xo'p, mebel texnikalar hammasi bor. Endi bular nima qoladi, nima ketadi, joyida kelib o'zingizlar gaplashib olasizlar. Bu yoqda mana shunaqa koridorcha qilingan. 3 ta xona bu yoqda joylashgan. Davaychi birinchi xonani ko'ramiz. Birinchi xonamiz. Bu yoq tarafdagi, xo'p, bu yoqda bitta katta master spalniy bor. Kichkina xonani o'zi yo'q. Endi 702 sotuv bab bilinadi, juda ham kattaligi. Katta spalniy, ichida o'zini sanuzol dushoylari bilan qilingan, cho'tka qilib. Xo'p, dal yuradigan bo'lsak, bu yoq tarafda mana yana bitta xona bor, katta. Bitta mana shu xonaning oynalari hovga ochilgan. Va общий sanuzol. O'shanda sanuzol ikkinchi etaj o'zida 3 ta bo'lyapti, xonalar 4 ta bo'lyapti, katta hol bo'lyapti. Videoni o'tkazib olmaylar, endi sizlar bilan ko'chalari va hovlilarini ko'ramiz. Qani ketdi. Hop, mana ko'chasini obzorini boshlaymiz. Fasadi mana shu yerda. O'tgacha 27 metrcha fasad ekan. Bu yoqda mahallasi zo'r mahalla, hamma kommunikatsiya bor deya olmayman. Kanalizatsiya o'vanda to'xtagan ekan. Agar qo'shnilar bilan gaplashsanglar, mana shu yerga bemalol o'tkazib olsanglar bo'lar ekan. Atak ikkita o'ra qilingan ekan. Sanuzolga отдельно, oshxonaga отдельно. Katta basseyni bor kirishda. Bu yoqda bitta sanuzoli bor. Navesi lekin вообще katta qilganlar, qaranglar. Bemalol menimcha 3 ta mashina taxlasanglar bo'ladi. Katta yashil hududlari bor. Uyimiz mana shunaqa G-obrazniy tushgan. Bu yoqdagi zdaniyalarni ko'rdik. Kirib chiqish tochkalari bizda 3 ta. Bitta bu yoqda отдельный spalniy zal uchun, bu yoqda asosiy kirish, bu yoqda oshxonaga отдельный kirib chiqish uchun. 702 sotuv, narxi srochniy 380 ming. Ichlarini, obzorlarini ko'rdinglar. Endi aloqaga chiqinglar, kesinglar, xudo xolasa joyida ozgina o'tib beraman deyaptilar. Aytganimdek, shu podvalda chirnovoy отделка turibdi. Podvalda ham basseyn, saunalar qilingan. Podval fasadlarini qilib qo'ysanglar bo'ldi, ichlari zo'r turibdi. Mebel texnikalari bo'yicha joyida gaplashasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.